Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan blog ochish va uni yuritish haqida gaplashamiz. Ya'ni shaxsiy brend bo'ladimi, YouTube'da bo'ladimi, Instagramdami, o'zini blogini qanday to'g'ri yuritish haqida bugun sizlarga shu qo'llanma orqali tushuntirib beraman. Xo'p, bizda birinchi navbatda maqsadimizni aniqlab olishimiz kerak. Bizning asosiy maqsadimiz nima? Shaxsiy brend yuritishdan produkt sotishmi yoki o'zini tanitishmi, qanaqadir pul topishmi? Mana shu narsani birinchi aniqlab olishimiz kerak. Agar siz maqsadingiz pul topish bo'ladigan bo'lsa, sizga Instagramda emas, YouTube'da maslahat beraman. YouTube'dan qanaqadir uzun videolar qo'yib turib va uni ichida YouTube'ning o'zini ichida qisqa reelslar ham reelslar yozib turib ham reelslarni keyin Instagramga qo'yib, yana YouTube'ga olib o'tsangiz bo'ladi. Sotuv mana shundan yaxshiroq bo'ladi. Yo o'zimni tanitmoqchiman, qanaqadir bloger yoki odamlarga foydasi tegadigan inson bo'lmoqchiman deb reklama orqali pul topmoqchiman desanglar, Instagram sizlarga yaxshi variant bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi bizda kuzatuv. Xo'p, kuzatuvda sizni nima uchun odamlar kuzatishi kerak? Mana shu narsani o'zingiz bilishingiz kerak. Qanday foydasi tegadi, qanaqa nima bera olasiz odamlarga? Mana shu narsani siz aniqlab olishingiz kerak. Odamlar nima uchun sizni kuzatishi kerak? Kontentingiz, sizni ko'rinishingiz, gapirishingiz hammasi mana shu narsaga mos bo'lishi kerak. Uchinchisi raqobat. Sizni yo'nalishingizdagi raqobatchilaringiz kim? Qanaqa soha bo'lishidan qat'iy nazar. Siz sportchimisiz yoki psixologmisiz yoki qanaqadir montajyormisiz? Sizni baribir raqobatchilaringiz bo'ladi. Ular qanaqa kontent qilyapti, Instagramini, YouTube'ini qanaqa olib boryapti? Mana shu narsalarni siz tahlil qilib, shulardan sal o'zgacha qilib turib, siz yangicha yo'nalishga kirishingiz kerak. Instagram bo'ladimi, YouTube bilan farqi yo'q. Xo'p, to'rtinchisi bizda bu yo'nalish tanlash. Xo'p, yo'nalish tanlashda ko'pchilik qiynaladi. Birinchi navbatda siz qaysi sohaga yoki o'zingizda qanaqadir skilllaringiz bo'lsa, qanaqadir qobiliyatlaringiz bo'lsa, o'sha bo'yicha kontent qilsangiz bo'ladi. Instagramda ham, YouTube'da ham, xohlang qurt sotish bo'lsa ham, Instagramda ham bu trendga aylanib ketadi. Muhimi o'zingizda sohangizni, o'zingizda qobiliyatingizni ochib bera olsangiz, o'zingiz mutaxassis bo'lsangiz bo'ldi. Sizning kontentingiz qanaqa yo'nalishdan qat'iy nazar Instagramda ham, boshqada ham yaxshi rivojlanib ketadi. Beshinchisi platformalarda. Xo'p, bizda platforma deganda TikTok bor, Instagram bor, YouTube bor, Telegram bor. Xo'p, aniqlab oling. Agar siz menga yaxshi auditoriya kerak, sifatli auditoriya kerak demoqchi bo'lsangiz, sizga YouTube'da maslahat beraman. Chunki YouTube'dagi 50 ming prosmotr Instagramdagi 10 million prosmotr bilan teng degani. Instagramda sizni taxminiy ko'rish ehtimoli bu 80% ga teng. Ya'ni reels ko'p turgan payti sizning kontentlaringiz chiqishi mumkin. YouTube'da unaqa emas. YouTube'da siz uzoqroq, ya'ni ko'proq narsa bera olasiz, ko'proq muddatli narsa bera olasiz odamlarga va odamlar sizni qidirish orqali yoki tavsiya orqali siz rekomendatsiyadan chiqasiz. Mana shu orqali siz sifatli auditoriya va o'zingiz uchun nima deydi, o'sha aytganimdek sotuv uchun ham bu eng zo'r platforma hisoblanadi. Muhimi tavsiyam, agar har tomonlama, bloger tomonlama, pul topish tomonlama bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta sizga YouTube'da maslahat beraman. Instagramda esa faqat sizning YouTube'ingiz borligini, ya'ni YouTube kanalingiz borligini bildirib turishlik uchun Instagram ishlatishingiz bu o'rinli bo'ladi. Xo'p, 6-inchisi bizda harakat. Xo'p, mana shuncha narsalarni ko'rdik. Endi harakatlarni qilib chiqish kerak. Bu qanaqa harakat? Ketma-ketlik. Akkaunt ochish kerak, avatarka tayyorlash kerak, unga nom topish kerak, vizual o'ylab chiqish kerak, qanaqa kontent qilish kerak, akkauntingizni biznes profillarga o'tkazish kerak. Hamma narsasi jarayonda bularni. Mana shu ketma-ketliklarni qilmasangiz, ya'ni bittasi o'rtada qolib ketsa ham bu to'g'ri bo'lmaydi. Instagramda hamma narsa muhim ahamiyatga ega. Avatarka sizda o'sha nicknamelaringiz, sizning usernamingiz muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Shuning uchun mana shu ketma-ketliklarni to'g'ri qo'yib chiqish kerak. 7-inchisi natija, ya'ni siz A tochkadan B tochkaga borishingiz uchun ma'lum bir natijalar qilishingiz kerak. Masalan, 6 oyda 10 mingta podpischik yig'aman yoki 1 oyda men 1 oyda deylik, 3 oyda 1000 ta podpischik yig'aman 0 dan turib. Yoki men 1 millionlik prosmotrli videodan men 3 ta qilaman mana shu oyda deb o'zingizga plan qo'yasiz. Mana shu plan bo'yicha harakat qilasiz. Bu qanday bo'ladi? Masalan, 1000 ta podpischik keladigandan yoki 100 ta podpischik keladigan videodan 10 ta qo'ysangiz, 1 oyda 100 ta podpischik keladigan videodan 10 ta qo'ysangiz, sizda 1000 ta podpischik уже bor degani. Bu kontentingiz sifatiga, sizning qilayotgan kontentlaringizga bog'liq. Xo'p, keyingi masala bizda, masalan, o'zimni akkauntimdan ko'rsatib beraman. Instagram profilini qanaqa qilib sozlash kerak? Birinchisi, xo'p, mana bu yerdan qalamni olay. Birinchisi bizda sizning usernamingiz o'qishga oson, eslab qolishga oson, noodatiy yoki
shunchaki ism familiyangizni kirgizib qo'ysangiz bo'ladi yoki ismingiz va sohangizni qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, mana bu yerga kichikroqni tanlaymiz. Hop, mana bu yerga ko'rinmay qoldi. Anvar deymizda, masalan, pastki chiziqcha yoki nuqta qilib 3D desak, bu eslab qolishga oson bo'ladi. Ya'ni Anvar degan ism juda ham ko'p. Anvar 3D desa, faqat Anvarni 3D orqali eslab qolish ehtimoli juda yuqori. Yoki Anvar ism familiyasini yozsa ham bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi bizda mana bu joyi, ya'ni nickname joyi. Bu yerga nima yozish kerak? Bu yerga har xil narsa yozib tashlash kerak emas. Bu yerga asosan sizning ismingiz yoki familiyangiz va sizning kasbingiz haqida yoki blogingiz, mana shu sizning Instagram profilingiz nimani o'rgatishlik haqida. Masalan, men Discipline and Nutrition Coach yozganman ingliz tilida. Disiplina va o'sha sog'lom turmush tarzi bo'yicha mentorligimni anglatib berganman. Va bu yerda ism turibdi. Xo'p, avatarga keladigan bo'lsak, iloji boricha sifatli kamerada tushilgan, sizni yuzingiz tiniq ko'rinadigan, to'g'riga qarab tushilgan rasm bo'lishi kerak. Qanaqadir qiyshaygan yoki bironta joyda sayohatlarda tushgan rasmingiz u to'g'ri kelmaydi. Eng muhimi shu studiyada to'g'riga qarab turganingiz bu odamlarni shu avatarkangizni eslab qolishiga yordam beradi. Xo'p, keyingi navbat bizda bu bio qismi hisoblanadi. Mana bu joy qismi. Bu joyga nima yozish kerak? Xo'p, bu joyda siz bu blogingiz orqali nimani o'rgatasiz odamlarga? Ya'ni masalan, menda disiplina va shaxsiy rivojlanish bo'yicha mentorman. Odamlarga qanaqa disiplina intizomni o'rnatish, qanaqa sog'lom ovqatlanish kerak, qanaqa qilib odam o'zini o'zgartirish kerak. Mana shu narsalar haqida men kontent joylayman va shu haqida yozib qo'yganman. Kirgan odam birinchi bo'lib shuni o'qiydi va sizni qanaqa kontent qilishingizni shuni oldindan bilib oladi. Va mana bu yerda ham yana qisqacha qilib yozib ketganman. Sahifamda hayot tarzingizni o'zgartirishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Bu odamlarni yana ham chuqurroq meni qanaqa kontent qilishim kerakligini tushunib oladi. Xo'p, endi bu yerga keladigan bo'lsak, mana bu yerlarni o'chiramiz. Bu joy, bu qismi nima? Bu joyda asosan mana bu joyda linklar qo'yiladi. Siz bu yerda xohlasangiz Telegram kanalingiz linkini qo'yishingiz mumkin. Xohlasangiz YouTube kanalingiz linkini qo'yishingiz mumkin. Xohlasangiz o'zingiz yana qanaqadir yopiq kanallaringiz bo'lsa yoki tap link deydi, shunaqa linklaringiz bo'lsa, mana shu joyda ko'rinib turadi. Bu kirgan odam, Instagram bilan kirgan odam siz Telegramingizda ham, YouTube'ingizda ham topish uchun juda bir oson qismi hisoblanadi. Hop, bu qismga keladigan bo'lsak, bu professional panel hisoblanadi. Hozir buni yoqishni ham o'rgataman. Hop, bu qismda biz statistikani ko'rib boramiz. Bizani umumiy nechta odam kuzatyapti, nechta obunachi qo'shilyapti, qanaqa layklar bo'lyapti, mana shu profil orqali, ya'ni panel orqali ko'rsangiz bo'ladi. Bizda keyingi qism mana bu qism, ya'ni bu bizani profilimizni o'zgartiradigan, to'g'rilaydigan qismi bo'ladi. Mana shu joyga kirganingizdan keyin sizlar mana shu statistikani ko'rish uchun, mana shu statistikani ko'rish uchun reaktiv mana profil degan joyga kirasizlarda mana shu qismini, ya'ni приключение на профессиональный аккаунт degan joyini yoqib qo'yasizlar. Shu narsani o'tkazib qo'yasizlar. O'tkazganingizdan keyin mana shu narsa sizlarda chiqib keladi. Xo'p, keyingi qismga o'tamiz. Keyingi qism bizda reelslarni to'g'ri qo'yish, videoni to'g'ri yuklash haqida gaplashamiz. Xo'p. Biz reels yuklaganimizdan keyin, masalan, reelsimiz qo'yildi. Mana bu joyga siz xohlasangiz reels haqida informatsiya berishingiz mumkin yoki o'zingizning gapingiz yoki call to action qo'yishingiz mumkin. Masalan, menga obuna bo'ling yoki like bosishni unutmang, shunaqa gaplarni yozib ketsangiz bo'ladi. Bu yerda hashtag bor. Hashtag hozirgi payt, ya'ni 2026-yil, 2024-yildan beri Instagramda hashtag ishlamaydi. Avval ishlagan, lekin hozir ishlamaydi. Mana bu narsalar deyarli ishlatilmaydi, juda kamdan kam ishlatiladi. Atminent люди. Bu yoqda siz o'sha video reels qo'yish orqali kimlargadir collab uchun so'rovnoma yuborsangiz bo'ladi yoki bironta odam belgilab ketsangiz bo'ladi. Davet mestada siz qanaqadir joylashuvni belgilasangiz bo'ladi. Bu katta ahamiyatga ega emas. Xohlagan joylashuvingizni ham qo'ysangiz bo'ladi. Bu joylar kerak emas, umuman deyarli kamdan kam ishlatiladi. Auditoriya bu har doim sizga turishi kerak. Va propniy rejim. Propniy rejimda siz masalan qanaqadir video qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana shu qo'yayotgan paytingizda mana shu galaktikani yoqib qo'yasiz. Bu propniy rejimga tushadi. Propniy rejimda sizni videoyingiz o'zingizning obunachilaringizga ko'rinmaydi-da, faqat o'sha rekomendatsiya chiqargan payti auditoriyalarga ko'rsatib boradi. Bu orqali sizning podpischiklaringiz ko'rinmaydi. Ma'lum vaqt prosmotr bo'lgandan keyin, masalan, video qo'ydingiz, o'zingizning profilingizga 300 ta 400 ta prosmotr bo'ldi. Propniy rejimga qo'yib,
ko'rsangiz, bu kamdan kam bo'ladi, 50-50 paytlarda bo'ladi. 2000 ta 3000 ta prosmotr bo'lib ketib qolsa, sразу bu ko'rinadigan qilib qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, yana pastroqga tushadigan bo'lsak, еще degan anonsi bor, knopkasi bor. Bu yoqqa o'tgandan keyin mana shu galочкani yoqib qo'yishga. Ya'ni bu sizni qo'yayotgan videongizni sifatli yuklanish uchun javob beradi. Bu yoqlar kerak emas, bu yoq ham kerak emas, bu yoq ham kerak emas. Ha, mana bu narsa esa qo'yayotgan videongizni oldindan rejalashtirib qo'yishingiz mumkin. Masalan, ertalab soat 8-9 da videozni montaj qilib qo'ydingiz, kechqurun soat 8 ga qo'ymoqchisiz, lekin vaqtingiz bo'lmaydi. Mana shu joyga kirib turib, mana galочкani yoqib, xohlagan soatingizni belgilab qo'yib, yuborsangiz bo'ladi. Keyin o'sha payti sizga soat 8 dan 8 da videongiz avtomatik qo'yiladi. Hop, bizda keyingi mavzu content. Content o'zi qanaqa bo'lishi kerak, qanaqa yurgizish kerak. Siz qanaqa yo'nalishda bo'lsin, qanaqa content qilyapsiz? Hook degan bir qisqacha bu Instagramda, ya'ni umumiy content marketing degan narsa bu. Hook odamni, masalan, o'sha iste'molchini, sizni videozni ko'rayotgan odamni ushlab qolish uchun hook deyiladi. 2-3 sekundda siz odamlarni ushlab qolishingiz kerak. Hookga masalan qanaqa kiriladi? Masalan, agar 18 yosh bo'lgan, mana shu 3 ta xatoni qilmas edim. Bu 3 ta, mana shu bittaga bu hook hisoblanadi. Ya'ni 18 yoshli bolalar hozir buni ko'rgan bo'lardi. Ya'ni 18 yosh tepasi o'tkazib yuborgan bo'lishi mumkin, lekin bu videoni 18 yoki undan kichkina bolalar ko'rgan bo'lar. Chunki ularga qiziq. Mana ular u xatoni qilmaydi deb u videoni ko'radi. Hop, mavzu bo'lishi kerak. Qanaqa mavzu bo'lishidan qat'iy nazar, xohlagan mavzungiz hozir topga chiqadi. Muhimi aktual mavzu bo'lishi kerak. Hammaga tushunadigan bo'lishi kerak. Bu sizning yo'nalishingizdan qat'iy nazar, siz sotuvchi bo'lasizmi, siz mebelchi bo'lasizmi, siz qanaqa qurt sotuvchi yoki umuman farqi yo'q. Qanaqa yo'nalishdan qat'iy nazar, mavzu ommabop bo'lsa, hamma tushunadigan bo'lsa, videoni ko'rayotgan odam sizni gapirayotgan gaplaringizni ortiqcha tushunmaydigan, ilmiy so'zlarni aytmasdan shunchaki oddiy jaydaricha gapirsangiz, bu mavzu aktual bo'lishi mumkin. Va shu orqali rekomendatsiyaga chiqadi. Hop, keyin esa call to action. Call to action bu juda ham muhim hisoblanadi kontentda. Call to action o'zi nima degani? Call to action sizning videongizni oxirida odamlarga taklif berish degan ma'noda ham keladi. Ya'ni offer berish deganda, masalan, meni videomni ko'rgan bo'lsanglar, ko'pincha shaxsiy rivojlanishni va sog'lig'ingizni yaxshilashni xohlasangiz, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang degan gaplarni aytaman. Bu odam uchun eslatma bo'ladi. Mana shu gapni aytganingizdan keyin odamlarning sizga obuna bo'lish ehtimoli 60% ga o'sadi. Bu gapni agar call to action qo'ymasangiz, bu juda ehtimol juda past sizga obuna bo'lishini. Call to actionga qanaqa gaplar kiradi? Menga obuna bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang, videoni yaqinlaringizga yuboring, videoni saqlab qo'yishni unutmang. Xo'p, videoni rekomendatsiyaga olib chiqadigan ko'p narsa bu like bosish va bir-biriga ulashish. Mana shu narsalar asosan videongizni rekomendatsiyaga olib chiqadi. Hozir sizlarga esa call to action qanchalik muhimligini o'zimni reelslarimda ko'rsatib beraman. Xo'p, mana bu yerda kech uxlashning oqibatlari degan videom 777 ming marta ko'rilgan. Xo'p, 28 mingta prosmotr bo'lgan, 3 mingta saqlanib bo'lgan, 19 mingta like bo'lgan. Va men bu videoda call to action qo'shganligim uchun 929 ta podpischik kelgan. Bitta mana shu videoni o'zidan. Buni ham ko'rishingiz mumkin. Soch to'kilish, soqol chiqmasligi haqida gapirganman. Bunda 1 million prosmotr bo'lgan va bunda ham call to action qo'yilgan, oxirida menga obuna bo'lishni unutmang degan call to action qo'shganman. Bunda esa 967 ta podpischik kelgan bitta videoni o'zidan. Endi call to action oxiriga qo'shmagan videolarni ko'rib chiqamiz mana. Bularda ham xuddi shunaqa deyarli prosmotrlar, 5000 ta like'lar bo'lgan, lekin 196 ta podpiska kelgan. Chunki oxirida eslatma bo'lmagan, menga obuna bo'ling deb. Odamlar shunchaki videoni ko'rgan, bo'ldi o'tkazib yuborgan. Bunisida ham xuddi shunaqa, masalan, 1400 ulashishlar bo'lgan, 784 ta saqlanib bo'lgan, lekin 218 ta podpischik kelgan. Farqini ko'ryapsizlar, 967 ta, 196 ta. Bu juda katta farqdir, chunki bitta call to actionning o'zi qanchalik katta ahamiyatga egaligini ko'rib chiqdinglar. Xo'p, endi Telegramga odam haydashni ko'rib chiqamiz. Instagramdan Telegramga odam olib o'tish kanalingizga. Xo'p, oson qilib tushuntiraman. Masalan, vazn yig'ish bo'yicha men Instagramga video joyladim. Ozgina vazn haqida ma'lumot berib turib, qanaqa vazn qilish kerak, qanaqa ovqatlanish kerakligi haqida ozgincha ma'lumot berib, ya'ni umumiy ma'lumot berganman-da. Va vazn olmoqchi bo'lganlarga men ratsion tuzganman. Uni Telegram kanalimga yuborib qo'yganman. Endi men o'sha vazn olish ratsionni kerak bo'lgan odamlarga bittalab tashlab chiqishga meni vaqtim ham yetmaydi. Bu fizически qanaqadir ulgurmaysiz ham bu narsaga. Va shuning uchun men call to action qanaqa qo'yganman?
man Telegram kanalimda siz uchun maxsus o'sha vazn olish qo'llanmasini tayyorlab qo'ydim. Uni olish uchun esa izohlarda vazn so'zini yozib qoldiring deb aytganman. Hop, vazn so'zi mana yozib qoldirgan, deyarli ko'pchilik yozib qoldirgan, vazn bo'lib ketgan. Endi bu vazn yozgan odamlarga men avtomatik qanday SMS yuboraman? Buni Chatplace yoki ManyChat degan dasturlar orqali amalga oshirasiz. Masalan, men ulaganman. Vazn deb yozdi. Vazn deb yozgandan keyin avtomatik odamga assalomu alaykum, ratsionni olish uchun birinchi menga obuna bo'ling degan xabar boradi. Xo'p, obuna bo'lishni bosadi. Obuna bo'lgandan keyin avtomatik dasturda o'zi sizga haqiqatan ham menga obuna bo'lganmi yoki yo'q, uni tekshiradi. Agar obuna bo'lmagan bo'lsa, siz obuna bo'lmadingiz, qayta urinib ko'ring deb yuboradi. Ya'ni obuna bo'lib keyin qayta urinib ko'rasiz va obuna bo'lganingizdan keyin ratsionni Telegram kanalimda olishingiz mumkin deb xabar yuboradi. Uni olgandan keyin masalan Telegramni bosasiz, Telegramdan olib o'tib, mana avtomatik Telegramga olib o'tadi va mana bu yerda ratsionni bemalol foydalanib ko'rish mumkin va shu orqali sizlarga podpiska qo'shiladi. Bu mavzumiz qisqa bo'ldi, lekin tushunarli bo'ladi degan umiddaman. Muhimi qanaqa kontent qilishinglardan qat'iy nazar prosmotr boshida kam bo'ladi. Bu narsadan qo'rqmanglar. Muhimi davomilik. O'rganasizlar, birinchi kontentinglar, birinchi mavzuinglar o'xshamasligi mumkin. Sizlar tanlagan yo'nalish o'xshamasligi mumkin. Masalan, o'zimda ham 3-4 xil yo'nalish qilib qilgandan keyin oxirgi 5-yo'nalishim o'xshab ketgan. Masalan, birinchi boshida qisqa metrajli filmlar olganman. Undan keyin esa trenovka qilayotgan jarayonlarni qo'ygan. Ular ham yemagan va oxiri batlar orqali, sog'liq turmush tarzi orqali, disiplina orqali kontent qo'yib borgandan keyin mana shu meni kontentlarim ommaga chiqib, rekomendatsiyaga chiqib, odamlar mana shu orqali, mana shu kontentlar orqali meni tanishni boshlagan. Agar qanaqadir savollaring bo'lsa, bemalol o'sha Telegram izohlarida yozib ketsanglar bo'ladi. O'zim erinmasdan batafsil qo'limdan kelgancha javob beraman. Hammaga rahmat.